Muslimalarim, sizlar so'radinglar, men tayyorladim. Oldingi storiesda 4 ta biskvitini joylashtirgan bo'lsam, bu storiesimda ko'pchilikda o'xshamaydigan, suvi bo'lib qoladigan morojniy kremimni tayyorlanish usulini ko'rsatmoqchiman. Eng asosiy siri ikkala mahsulot ham morozilkada bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni krem tayyorlashingizdan yarim soat oldin qaymog'inglarni ham, molokonglarni ham morozilkaga qo'yib qo'yasizlar. Qaymoq 1 litr, moloko bo'lsa, grammini o'zingizlar moslab olasizlar, shirin va shirinni kamligiga qarab. Birinchi bo'lib mikserni past kursida mikser qilasizlar, chunki birdan tezligiga o'tib ketsanglar, mikser o'zidan issiqlik chiqazadi. Shuning evaziga ham suvi bo'lib qolishi mumkin yoki chirib tushishi ham mumkin. Chirib tushishini asosiy sabablaridan yana bittasi haddan tashqari ko'p mikser qilib Haddan tashqari ko'p mikser qilib aynan kremingiz chirib tushadi. Sekin kursdan boshlab eng balandiga o'tasizlar. Shunaqa qattiqqina kreminglar